Sehr qilganini bilish siri. Qur'oni Karimda bir oyat bilan senga kim sehr qilganini yoki hasad qilganini bilib olishing mumkin. Yana boshqa yashirin ishlarni kashf qilib haqiqatiga yetish ham mumkin. 3 kecha davomiy bu oyat o'qiladi. Sharti tahoratdir. Uyqudan oldin virdni o'qib yotadi. Birinchi Oyatul Kursi 7 marotaba. Ikkinchi Baqara surasining oxirgi oyati 1 marta. Lillahi ma fis samawati va ma fil ard deya boshlanadi. Uchinchi ushbu A'rof surasining 7-oyati 70 marotaba o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Ma'nosi: ba'zi ularga ilmiy ravishda qissa qilib beramiz. Holbuki biz g'oyib bo'lmagan edik. 4-chi salovat aytadi. Shundan so'ng o'ng tomoni bilan qiblaga yuzlanib uyquga ketadi. Allohning izni bilan bu oyatga bergan hikmati ila tushida kim unga sehr yoki hasad qilganini ko'radi.